Assalomu alaykum, Centrum Holidays tur firmasining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga dekabr oyiga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan. Batafsil video davomida barchasini siz obunachilarimizga yetkazishga harakat qilamiz. Video boshidan bir donagina like va obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Biz sizga ishonchli va garantiyali tur firma Centrum Holidays'ni tavsiya beramiz. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz Nizomiddin hoji akamiz bilan video syomkamizni boshlaymiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hoji aka, hozirgi kunda eng yaqin bo'lgan sanalarimizga, ya'ni dekabr oyiga qabullar davom etmoqda va juda ham katta chegirmalar qilingan. Mana shu chegirmalarimiz haqida batafsil obunachilarimizga ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Ya'ni hozirgi kunda qachon va qayerdan reyslarimiz va safarimiz necha kunlik, qayerlarda bo'ladi, firma tomonidan nimalar beriladi, shular haqida ma'lumotlar berib o'tsangiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar, Centrum Holidays ashaddiy obunachilari. Xo'p, bizda hozirgi kunda safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Xudo xolasa 15-dekabrdan 20-dekabrgacha Farg'ona, Namangan hamda Toshkent xalqaro aeroportlaridan Primoy, Toshkent, Jidda, Toshkent, Madina, Farg'ona, Jidda, Farg'ona, Madina hamda Namangan, Jidda Primoy reyslarimiz bor. Bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib o'z joylaringizni bron qilsalaring bo'laveradi. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi esa 150-200 metrda joylashgan bo'ladi. Xo'p, Makkadagi gastinisalarimiz oraliq masofasi esa 1,5-2 kilometrda joylashgan bo'ladi. Albatta 24 soat 5 mahal namozga avtobus xizmatlarimiz ham bor. Xo'p, qolaversa yoshlar bemalol 10 daqiqa yo'lida xo'p piyoda borsa bo'laveradi, yosh kattalarimiz bemalol avtobusdan foydalansa bo'laveradi. Xo'p, hurmatli Centrum Holidays obunachilari, bizda yosh kattalarimiz uchun aravacha xizmatlarimiz ham bor. Bemalol shifokor xizmatlari, qolaversa bemalol misol uchun 50 boshlarimizga qandaydir misol uchun xizmatlar yoki umra badal boshqa qilishlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu xizmatlarni ham o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Demak, hozirgi kunda mana shu aytib o'tgan sanalarimiz va bundan tashqari shart-sharoitlarimiz shunga qarab turib ketaveradi, xudo xolasa hoji aka. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda misol sayohat va ziyorat, ibodatlar, shular ham mana shu paket ichiga kiritilgan. Shu paketlarimizda nima qayerlarga boriladi, qayerlarga ziyorat va sayohatlar qilinadi, shularni ham bir qator aytib o'tib ketsangiz. Xo'p, to'g'ri savol berdingiz. Bizda hozir 14 kunlik umra safarimizda 12 dan ortiq ziyoratgohlarga chiqamiz. Albatta, xo'p, bulardan Madinada xo'p, Xurmovod, Qur'on bosmaxonasi, Qiblatayn, Uhud tog'lari, yana bir qancha Madinada qo'shimcha sayohatlar, ziyoratlarga chiqamiz. Xo'p, Makkada esa Savr g'ori, Hiro g'ori, Jamarot, Mino, Muzdalifa, albatta Qizil dengiz, Sulaymon Rojihiy, xo'p, Toyif shahriga ham bir varakayiga sayohatlarni 50 boshligimiz boshligida amalga oshiramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ya'ni bir varakayiga 2 marta umra qilish imkoniyati ham ega bo'lasizlar, xudo xolasa. Do'stlar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda yaxshi niyatda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni bron qilishlaringiz mumkin azizlar. Xo'p, endi hoji aka, kulminatsion jarayon bitta bu narxida. Shuning uchun hozirgi kunda narxini nech pul etib belgiladingiz? Xo'p, bizda hozirgi kunda standart plus paketlarimiz narxi aytib o'tketilgan 15-dekabrdan 20-dekabrgacha $1050 bemalol telefon qilishaversin. Komfort paketlarimiz ham bor. Bu komfort paketimiz Farg'onadan uchadi. Farg'onadan 30-dekabr kuni Farg'ona Jidda yo'nalishida ustoz domlamiz Marg'ilonlik Muhammad Rasul domla bilan 8 kun Madina, 6 kun Makkasi bo'ladi, 14 kunlik bo'ladi. Bularning narxi $1400 dan qilib beramiz. Bu komfort paketimiz hisoblanadi. Ya'ni bu komfort paketi alohida, standart plus paketi alohida bo'ladi. Albatta, albatta. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda shoshiling, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Bu faqatgina siz obunachilarimizga batafsil va to'liq ma'lumotlar berdi degan umiddaman. Ya'ni komfort paketida sharoitlar qanday bo'ladi hoji? Komfort paketida 3 mahalliy ovqat bo'ladi. Madinada ham, Makkada ham 3 mahalliy zaftriylari bilan ovqatlari bo'ladi, o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, standart plusda ham Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal, bunda ham o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Kimda kim komfort xohlasa, Madinada ko'p turishlikni xohlasa, komfort paketlarimiz ham bor. Bu sanamiz 30-dekabrga bo'ladi. Xo'p, qolgan kunlariga bemalol Farg'ona, Namangan, Toshkentdan standart plus paketlarimizning narxi $1050 dan bemalol telefon qilishaveradi.
Xudo xolasa. Ya'ni to'lovlarni qanday amalga oshirishadi? To'lovlarda onlayn ham xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, qo'shni davlatlardan yoki musofirda kuzatib borayotgan aka-ukalarimizga ham quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsa, Telegram, WhatsApp orqali telefonlarimiz ishlab turibdi. Bizga Zagreb pasportlarni taqdim qilsa, biz bularga Centrum Holidays'da bank shot raqamlarini tashlab beramiz. O'zlariga eng yaqin bo'lgan bank filiallariga borib, to'lovlarni amalga oshirsa, o'z joylari bron hisobida o'taveradi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Hoziroq shoshiling, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Sizlar bilan Centrum Holidays jamoasi bo'ldi. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar. Keyingi videolarda siz obunachilarimizga yana ham yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Hoji aka, rahmat sizga ham. Rahmat, sog' bo'ling. Xalqimiz uchun mana shunday yangiliklar qilishdan to'xtamaymiz. Rahmat. Rahmat.